Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum va hum fi g'aflatin mu'ridun." Odamlar uchun hisob-kitob, qiyomat yaqinlashib qoldi, lekin ular g'ofil holda undan yuz o'girib turibdilar. Qur'oni Karim juda ko'plab insonlarni g'ofil holda turganini eslatib qo'ymoqda. O'zi aslida ham Qur'on eslatma, ya'ni Qur'onning bir ismi zikr, eslatma. Bu insonlarga eslatma berib ketadi Qur'on. Ey insonlar, Robbingizdan qo'rqing. Ey insonlar, qiyomat yaqin. Ey insonlar, musulmon holda vafot qiling. Ey insonlar, islomga to'lig'icha amal qiling. Bu kabi eslatmalar insonga oxirat borligini, oxiratga tayyorgarlik ko'radigan qonun qoidalar borligini eslatadi. Shuning uchun inson bu narsalardan o'ziga ibrat olish kerak, o'rnak olish kerak, manfaat olish kerak. Mana shu joyda bir qiziq holat bor. Musulmonlarning orasida keng tarqalgan narsa bu amallariga suyanib qolishlik. Ya'ni ko'rinishidan shiori islomni ko'ramiz. Namoz o'qishadi, zikr qilishadi va ba'zi bir xatti-harakatlarni qiladi. Ana shu harakatlarida ko'pincha riyo alomatlari juda ko'p bo'ladi. Bu narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Sahobalariga Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohga maxfiy shirk keltirishdan qo'rqishlikni aytgan. Sahobalar so'rashgan: "Ey Allohning rasuli, maxfiy shirk nima o'zi u?" deganlarida bu riyodir degan. Ya'ni xo'ja ko'rsinga bir ishni qilishlik degan. Mana bugun eng ko'p tarqalib ketgan narsa ko'ramiz, mana internet videolarida bir ehson qilayotgan bo'ladi, xuddiki haligi odam ko'rmay turibdi, bu ehsonni olib kelib sekin yoniga qo'yib ketadi, u go'yo ko'rinmay qoladi, lekin aslida bu tomonda kamera olib turibdi. Kamera orqali bu odam o'sha qilgan videosini, ehsonini butun dunyoga tarqatadi, ko'rsatadiki, mana ko'rib qo'yinglar, biz yaxshilik qilyapmiz. Ko'rib qo'yinglar, sizlar ham bu narsadan ibrat olinglar deydi. Mana shu ketgan umrga, mana shu ketgan vaqtga qilayotgan amalni xolis ixlos bilan qilaverish kerak. Riyo qilib, birovga o'rnak bo'laman, unday bo'laman deyish kerak emas. Inson mana shu qilayotgan yaxshiligini Alloh uchun qilish kerak. Qiyomat kunida ham 7 toifa inson arshning soyasiga kiradi. Ana shuni 7-inchisi o'ng qo'li bergan ehsonni chap qo'li bilmagan odam bo'ladi. Bu shunday o'xshatishki, aslida bu ikkita qo'l ham bitta insonda bo'ladi. Hatto shu bitta insonni bir qo'li bergani bu qo'li ko'rmasligi bu nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak degan. Bo'lmasa ikkala qo'li bitta insonda turibdi. Hatto shu chap qo'lni xabari bo'lmay qoladi, o'ng qo'li ehson bergan. Islomda riyoga, noxolis bo'lishlikka qattiq kurashiladi. Qur'oni Karimda 114 ta surani aynan Ixlos surasi, Allohning yagonaligiga dalolat qiladigan surani Ixlos nomlangani ham shunday. Ya'ni Allohning biri borligiga bir chumali oyoqchalik biron narsani sherik keltirib bo'lmaydi. Endi Alloh yo'lida qilinayotgan amallarga biron narsani noxolislik bilan joylab bo'lmaydi. Bu bittagina misol. Endi diniy amallarni ko'rsatib, maqtanib, hali ziyoratga borganlarini, videolarini tarqatib, bir-birini tabriklagan u bo'lgan sahobalarning hayotiga bir nazar solib ko'ring, shunaqa narsa bo'lganmi? Yo'q. Odamlar yegani non topolmay turibdi, ovqat topolmay turibdi, qanaqadir kasalliklari sababli yotib qolgan. Biz qanchadir katta pullarni sarflab u ziyoratlarga kelganlarni, ketganlarni kutib olib, maqtanib, ortiqcha xarajatlar, isroflar bu musulmonlikni bironta ko'rsatmasida yo'q bu narsalar. Bironta inson keltirib bersin, ha Qur'onda yoki sunnatda mana keltirilgan, buni qilishimiz kerak. Bu ajr, bu savobli yo'l deb ayta olmaydi. Ana shu xolislik kamayib, xo'ja ko'rsinlik, riyokorlik, maqtanchoqlik ko'payib ketganidan gunohlarni sezmay qo'yadi. Qalb gunohni sezmay qo'yadi. Bu nimaga olib boradi? Bu insonni xotirjamlikka olib borib qo'yadi. Ana musulmonman-ku, qilyapman-ku, qo'ldan kelgancha-da endi buni ko'rsatish kerak-da. Bu hammasi shaytonning chiroyli vasvasalari. Shayton aytgan, Qur'oni Karimda shaytonning qanday ziynatlab ko'rsatishini aytgan Alloh taolo. Men ularga qilayotgan amallarni ziynatlab ko'rsataman dedi. Shayton aytadi, vasvasa qiladi. Sen to'g'ri qilyapsan. Ota-onang shunday joydan kelyapti,
Sen dedi shu gullarni bezab tashqariga sharlarni ilib, otajonim, onajonim deb kutib olsang qanday yaxshi-ku dedi. Insonlar ko'rib seni havas qiladi dedi. Mana farzand mana shunday. Mana shu narsalar bilan uni taqvo qilayotganini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Lekin shariatga shunday yuzlansangiz, bu hammasi isrof dedi. Mana shariatda qanday ko'rsatma? Sahobalarning bizdan oliylik darajasi shunday edi. Ular har bir amalini shariatga solib ko'rardi, tushmasa qilmasdi. Kim bo'lishidan. Shuning uchun ular haqida wala yakhafuna lawmata la'im degan oyat tushgan. Ular malomatchini malomatdan qo'rqmasdi. Ular malomat qilinsa qo'rqmasdi. Shuni qilsang bo'lmaydim desa, shariatga to'g'ri kelmadim, qilmasdi. Shuning uchun musulmon odam qilayotgan hisob kitobini amalga oshirayotgan paytida bu unga ajr beradimi, yo'qmi qarab qo'yish kerak. Qiyomat kuni bu savol javobga to'g'ri kelib qoladimi, qarab qo'yish kerak. Alloh taolo eslatib qo'yapti. Insonlarga hisobi yaqinlashib qoldi, ular g'aflatda. Biz aynan bugungi suhbatda aynan musulmonlarning mana shunday ishlarda g'aflatdaligiga, mana shu narsalarni ochishga harakat qildik. Alloh taolo g'ofillikdan qutqarsin o'zi hammamizni.